Bugungi prichoskamiz. Massaj qilib yaxshi bostirib massaj. Atrabotqada ham qildiribman prichoskalarni. Kecha prichoskamizni qilishdi bitta-bittadan. Buni ko'rsatdim. Makiyajlarni ham atrabotkalari bilan qildiribman qizlarjonlar. Atrabotka darslarimiz boshlandi. Qanaqa chiqdi qizlar? Prichoska. Yoqdimi? Krasavitsalarim. Siz qayerdan keldingiz? Ha, Toshkentdan. Ha. Ana. Qizlar yoqdimi? Yoqdimi? Bir o'ynab qilib tashlaylar shuni. Mana. O'zi eng oson prichoska, faqat sal bir anaqa ko'rinadi. Nima? Qiyindek ko'rinadi, lekin qiyin emas qizlar, oson. Siz chiroyli skromli prichoska mundoq qarasa. Skromni qilsa ham vulgarni qilib tashlash